Xabar qilganimizdek, kuni kecha Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuv o'tkazdi. Ta'kidlandiki, joriy yil may oyida parlament palatalari tomonidan tuzilgan ushbu komissiya o'tgan vaqt mobaynida fuqarolarimizning taklif va tashabbuslarini inobatga olgan holda asosiy qonunimizni takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni amalga oshirdi. Albatta, bugun xalqimiz dunyoqarashi, jamiyatimiz qiyofasi tubdan o'zgargan. Endi inson, jamiyat, davlat degan yondashuv bosh qadriyatga aylanadi. Yangi O'zbekistonning bosh qomusi manbai va muallifi xalqdir. Davlatimiz rahbarining Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvi har bir vatandoshimiz qalbiga yuksak g'urur baxsh etib, ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Dunyo mamlakatlari konstitutsiyalariga nazar tashlasak, dastlabki konstitutsiyalar avvalambor inson huquqlarini, manfaatlarini ta'minlash uchun qabul qilingan, lekin mustaqilligimizning dastlabki yillarida davlat bosh islohotchi degan tamoyil asosida asosiy urg'u davlatchilikka e'tibor qaratilgan. Davlat organlarini vakolatlariga, ularni o'sha faoliyatiga qaratilganligini lingvistik tahlildan ham ko'rishimiz mumkin. Birgina agarda konstitutsiyamizga nazar soladigan bo'lsak, respublika so'zi 458 marta, davlat so'zi 100 martadan ko'p ishlatilgan, lekin inson, fuqaro so'zlari bundan anchagina kam ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan olib qarasak, bugungi kunda asosiy konstitutsiyamizga kiritilayotgan takliflar, berilayotgan takliflardan ham ko'rishimiz mumkin. Inson qadrini konstitutsiya darajasida mustahkamlashga e'tibor qaratilmoqda. Davlat rahbari tomonidan bildirilgan takliflarni ham olib qarasak, u yerda asosan o'sha fuqarolarning mulkiy huquqlarini, iqtisodiy huquqlarini ta'minlash, ularning shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash, shu bilan birgalikda ularning qator boshqa huquqlarni ham belgilash yoki ularni yanada kuchaytirish nazarda tutilmoqda. Jumladan ekologik huquqlarni mustahkamlashimiz kerak yoki madaniy huquqlarni konstitutsiyada aks ettirishimiz ham mumkin. Bu kabi qator takliflar bildirilmoqda. Shu jumladan olib qarasak, bu takliflar albatta har bir fuqaroning, har bir insonning manfaatlariga xizmat qilishi kerak. Davlat rahbari tomonidan juda dolzarb masalalar o'rtaga tashlandi. Jumladan bu sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash, sud hokimiyati orqali har bir insonning o'sha qadrini ulug'lash yoki ularning aybsizlik prezumsiyasi, Miranda qoidasi kabi juda muhim masalalar, habeas corpus instituti kabi muhim masalalar konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi kerakligi aytib o'tildi. Bu ham hozirgi sharoitda albatta har bir insonning huquqlari konstitutsiya darajasida himoya qilinishini anglatadi. Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini demak yangi loyihasini yaratish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishida ishtirok etar ekanlar. O'zlari mana shu yangi konstitutsiyada kiritilishi lozim bo'lgan bir qancha takliflarni, fikrlarni, mulohazalarni berib o'tdilar. Unda bugungi inson omili, inson qadri, inson sha'ni yuksaklikka ko'tarilayotgan bir jamiyatda birinchi mana shu davlatdagi asosiy demak qadr-qiymat inson qadriga qaratilishi. Undan keyin jamiyat va undan keyin esa davlat qadr-qiymati demak konstitutsiyaviy asosda demak belgilab qo'yilishi ta'kidlab o'tildi. Undan tashqari bugungi kunda ustozga bo'lgan ehtirom, ustozlarga bo'lgan yuksak ehtiromni konstitutsiyaviy maqomda aks ettirishini demak ta'kidlab turib, bugungi kunda mana shu barkamol avlod shaxsini shakllantirishda bugun maktabgacha ta'lim tizimi, demak maktab ta'limi, xalq oliy ta'lim tizimlari va ilm-fanni rivojlantirishning huquqiy asoslarini konstitutsiya bilan belgilab qo'yish va ularga barcha shart-sharoitlarni yaratish masalasini takliflarini berib o'tdilar. Shunday ekan, bugungi kunda mana shu barkamol shaxsni shakllantirish uchun mamlakatni har jihatdan taraqqiy ettirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va tom ma'noda 3-renessans poydevorini yaratish uchun bugungi kunda mana shu ta'lim tizimidagi islohotlarni jadallashtirish, ayniqsa mana xususiy ta'limni ham rivojlantirish masalasidagi fikrlarni eshitib, inson qalbi bir jo'shqinlanib ketadi, to'lqinlanib ketadi. Chunki bugungi mana shunday bir tahlikali bir zamonda, mana shu taraqqiyotning bir o'ziga xos baland-pastlik bir sharoitlarida bo'layotgan bir dunyo sharoitida bugun O'zbekistonda barqaror rivojlantirish uchun mana shunday bir takliflarni o'rtaga tashlab, mana shunday bir konstitutsiya maqomidagi qonunlarni o'zgartirishga demak to'g'ri kelyapti.